Qur'oni Karimdan oxirgi 3 borining tafsiri va musulmonlar uchun muhim bo'lgan hukmlar. Musulmonlar hayotida ko'p uchraydigan muhim savollardan tanlanmalar. Islom dinining martabalari qancha? Uning martabalari islom, iymon va ihsondan iborat uchdir. Islom degan nima? Uning asoslari-chi? Islom degan Allohni bor va bir deb bosh egish, uningga taat ibodat bilan bo'ysunish, sherik keltirishdan va mushriklardan ado-judo bo'lishdir. Islom dinining asoslari 5 bo'lib, payg'ambar alayhissalom uni bayon qilib mundaq deydi. Islom 5 asos ustida qurilgan. 1. Allohdan boshqa hech ilohning yo'qligiga, Muhammad alayhissalomning Allohning elchisi ekanligiga guvohlik berish, namoz o'qish, zakot berish, Baytullohni haj tavob qilish va Ramazon ro'zasini tutish. Iymon degan nima? Uning asoslari-chi? Iymon degan dil bilan e'tiqod qilish, til bilan so'zlash va a'zolar bilan amal qilishdir. Iymon taat ibodat bilan kuchaydi. Gunoh masiyat bilan ojizlashadi. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi. Mo'minlarning iymoniga iymon qo'shilishi uchun Sura Fatiha 4-oyatning bir qismi. Payg'ambar alayhissalom bu haqda mundaq deydi. Iymon 70 necha shaxschadan tarkib topgan. Uning eng yuqorisi bir Allohdan boshqa hech iloh yo'q deyish. Eng tövini yo'ldan boshqalarga arziyat yetkazadigan narsalarni elib etish. Haya qilishmi iymonning bir shexidir. Bir musulmonning yaxshi ishlar mavsumlarida o'zining taat ibodatga bo'lgan qizg'inligining jush urib turganligini, gunoh masiyat qilganda taat ibodatga sus qaraydigan bo'lib qolganligini his qilishi iymonning kuchayib va ojizlashadiganligini texmo kuchli isbotlab beradi. Alloh subhanallohu va taolo mundaq deydi. Shubsizki, yaxshi ishlar orqali yomon ishlar yuyildi. Sura Hud 114-oyatning bir qismi. Iymonning asoslari 6 bo'lib, payg'ambar alayhissalom uni bayon qilib mundaq deydi. Allohga, farishtalarga, kitoblariga, payg'ambarlarga, qiyomat kuniga butun yaxshi va yomon ishlar Allohning xohishi bilan bo'lganligiga iymon keltirishing lozim. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Tiriklardan yordam yoki shafaat tilash durust bo'lamdi. Shundoq durust bo'ladi. Alloh taolo boshqalardan yordam tilashga rag'batlantirib mundaq deydi. Yaxshi ishga va taqvodorlikqa yordamlashinglar. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi. Kimki musulmon qarindoshining yordamida bo'ladi ekan, Alloh uning yordamida bo'ladi. Ammo shafaat masalasiga kelsak, uning fazilati nihoyat cho'ng bo'lib, uning ma'nosi oraga tushmak deganlik bo'ladi. Alloh taolo mundaq deydi. Kimki kishilar orasida yaxshi ish uchun shafaat qilsa, uningdan, ya'ni yaxshi ishdan uning nasibasi bo'ladi. Sura Nisa 85-oyatning bir qismi. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi. Shafaat qilinglar, ajriga erishsizlar. Yordam va shafaat mundaq bir qancha shartlar ostida tilinishi kerak. Birinchi, tirik odamdan tilinishi kerak. Chunki o'lik o'ziga foyda yetkaza olmaydigan tursa, qandoqmi boshqalarga foyda yetkaza olsin? Ikkinchi, qilmoqchi bo'lgan so'z tushunishli bo'lishi kerak. Uchinchi, talab qilingan narsa hozir bo'lishi kerak. To'rtinchi, inson qodir bo'la oladigan ishda bo'lishi kerak. Beshinchi, dunyo ishlarida bo'lishi kerak. Oltinchi, qilsa bo'ladigan ziyni yo'q ishlarda bo'lishi kerak. İnsanlarning beshiga keladigan eng cho'ng fitna nimadan iborat? Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi. Odam alayhissalom yaratilgandan boshlab qiyomat qoyim bo'lguncha oraliqdagi eng cho'ng ofat Dajjolning chiqishidir. Dajjol inson ustidan bo'lgan bir kishi bo'lib, oxir zamon bo'lganda dunyoga keladi. Uning ikki ko'z oralig'ida K, F, R deb yozilgan bo'ladi. Uni har bir mo'min o'qiy oladi. Uning o'ng ko'zi qarg'u bo'lib, poltiyib chiqib qolgan üzümga o'xshaydi. U chiqqanda dastlab islohot ilib bordiganligini, ondan payg'ambarlikni, ondan ilohlikni da'vo qiladi. U insonlarning orasida paydo bo'lib, ularning o'ziga ergashishga da'vat qiladi. Ular uni inkor qiladi.
so'zni rad qiladi. Shuning bilan u ularni tashlab ketib qoladi. Ularning mol-mulki uningga agishib ketib qoladi. Ularning qo'llarida hech narsa qolmaydi. U yana insonlar orasida paydo bo'lib, ularni o'ziga agishishga da'vat qiladi. Ondan ular uning da'vatini qabul qiladi va uningga ishindi. U osmonga buyruq qilib yomg'ir yog'diradi. Zaminga buyruq qilib o'simliklarni undiradi. U insonlarga suv va o't elib keladi. Uning o'ti so'g'uq suvdir, suyi o'tdir. Har bir mo'min har namozning oxirida Allohga sig'inib, uning fitnasidan panoh tilashi, vaqt yer bersa, sura Kahfining bosh tarafini o'qishi, uning fitnasiga qolmaslik uchun uning uchrab qolishdan yiroq turishi kerak. Payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: Kimki Dajjalning chiqqanligini anglasa, uningdan yiroqlashsin. Allohning nomi bilan qasamki, o'zini mo'min hisoblaydigan odam uning qishig'i kelsa, u qo'zg'agan shubhalarning sababidan uningga agishib ketadi. Imom Ahmad va Abu Davud rivoyat qilgan. Dajjal yer yuzida 40 kun turadi. Bir kuni bir yildek, yana bir kuni bir oydek, uchinchi kuni bir haftadek uzun bo'ladi. Qolgan kunlari bizning kunlarimizga o'xshash bo'ladi. U zaminning Makka va Madinadan boshqa hamma yeriga boradi. Ondan Isa alayhisalom tushib, uni o'ldirdi. Ihson degan nima? Payg'ambar alayhisalom o'zidan ihson haqida so'ragan kishiga javob berib, mundaq degan: Allohdan xuddi sen uni ko'rib turgandek qo'rqishing va ibodat qilishing kerak. Garchi sen Allohni ko'rmasangmi, Alloh seni haqiqatan ko'rib turadi. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Mana bu dinning 3 martabasi ichidagi eng yuqori darajadir. Munofiqlik qancha turlik bo'ladi? Munofiqlik 2 turlik bo'ladi. Birinchi turi e'tiqodga bog'liq bo'lib, bu cho'ng munofiqlik hisoblanadi. Bu bo'lsa iymonni oshkorlab, kufrni dilda yoshirishdir. Bu turdagi munofiqlar insonni dinidan chiqaradi. Agar u nifoq ustida chang turib o'lib ketsa, kufrlik bilan o'lgan bo'ladi. Alloh taolo mundaq deydi: Munofiqlar cho'qim do'zaxning eng ostingi qavdiga, ya'ni qayiriga tashlandi. Sura Nisa 145-oyatning bir qismi. Ularning maxsus sifatlari bo'lib, ular Allohni va mo'minlarni aldaydi. Mo'minlarni masxara qiladi. Musulmonlarga qarshi kofirlarga yordam beradi. Yaxshi amallar bilan mol, dunyoga erishishni ko'zlaydi. Ikkinchi turi amalga bog'liq bo'lib, bu kichik munofiqlik bo'ladi. Bu turdagi munofiqlik insonni islom dinidan chiqarib etmaydi. Lekin u xatarlik bo'lib, agar tavba qilmagan taqdirda uni birinchi munofiqlikqa ulashtirib qo'yadi. Xoinlikning bir necha sifatlari bo'lib, so'zlasa yolg'on so'zlaydi, va'da qilsa xiloflik qiladi, munozirlashib qolsa tillaydi, ahd qilsa ahdini buzadi, omonatdor deb qaralsa xiyonat qiladi. Sahoba raziyallohu anhular amaliy nifoqlikdan qo'rqatdi. Ibn Abu Mulayka, Alloh uningga rahmat qilsin, mundaq deydi: Men payg'ambar alayhisalomning 30 dak sahobalarini uchratdim. Ularning hammasi o'zida munofiqlik illati bo'lib qolishdan qo'rqatdi. İbrahim Taymi, Alloh uningga rahmat qilsin, mundaq deydi: Yolg'onchi bo'lib qolishdan qo'rqib, so'zimni amalimga uyg'unlaydim. Hasan Basri, Alloh uningga rahmat qilsin, mundaq deydi: Munofiqlar illatidan faqat mo'minlar qo'rqadi. Uningdan faqat munofiqlar qo'rqmaydi. Umar raziyallohu anhu Huzayfa raziyallohu anhuga Allohning nomi bilan qasam qilib, sendan shuni talab qilamanki, payg'ambar alayhisalom sana munofiqlarning ichida menimi otadimi deganda, Huzayfa raziyallohu anhu yo'q, sendan keyin hech kimga mundaq guvohlik bermayman degan. Musulmon qayrindishim, sizda bu illatlardan biror illatning bo'lib qolishidan hazar aylang va o'zingizni tekshirib turing. Allohning dargohida eng cho'ng va ig'ir hisoblanadigan gunoh qaysi? U Alloh taologa sherik keltirishdir. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: Sherik keltirish haqiqatan zo'r gunohdir. Sura Luqman 13-oyatning bir qismi.
Sahabalar Payg'ambar alayhissalomdan qaysi gunoh eng buyuk deb so'raganda, u seni yaratgan Allohga sherik keltirishing eng chong gunoh bo'ladi deb javob bergan. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Kufri qancha turlik bo'ladi? Kufri ikki turlik bo'ladi. Birinchi cho'ng kufri, u bo'lsa kishini islomdan chiqaradi. U tumandagidek 5 qismga bo'lindi. Birinchi inkor qilish kufrisi, ikkinchi tasdiq qilib turibmi bosh tortish kufrisi, uchinchi shaklanish kufrisi, to'rtinchi yuz o'rish kufrisi, beshinchi munofiqlik kufrisi. Ikkinchi kichik kufri, u bo'lsa nimatga kufr qilish deb atildi. Bu xil kufri bir musulmonni naq o'ldirganga o'xshash cho'ng gunohlarni sodir qilish orqali barliq keladi. Ammo gunohkor islomdan chiqib ketmaydi. Otab nazr qilishning hukmi nima? Rasululloh nazr qilishni yomon ko'radi. Payg'ambar alayhissalom bu haqda mundaq degan: u yaxshilik elib kelmaydi. Imom Muslim rivoyat qilgan. Nazr Alloh uchun xolis qilinishi kerak. Ammo nazr Allohdan g'ayriga atab qilinsa, masalan, qabriga yoki biror valiga atab qilingan nazr haromdir va uningga amal qilish durust bo'lmaydi. Paloni shahiddir deyishim durustmi? Muayyan bir odamga shahidlik bilan hukm qilish uningga jannat bilan hukm qilganga o'xshaydi. Ammo Allohdan shahidlik martabasini ato qilishi umid qilindi. Ahli sunnat va jamoa mazhabida munda qaraldi. Biz musulmonlardan muayyan bir odamning jannat ahli yoki do'zax ahlidan ekanligini kesib aytolmaymiz. Faqat Payg'ambar alayhissalom u ikkisining birining ahli ekanligini aytib bergan kishilarnila ayta olamiz. Chunki haqiqat yoshirindir. İnsanning nima ustida o'lganligini bilmaymiz. Amallar oxiriga bog'liq. Niyatni Alloh taolo biladi. Shunga yaxshi odamga savob umid qilamiz. Yomon odamning azobga duchor bo'lib qolishidan ansiraymiz. Muayyan bir musulmonga kofir deb hukm qilish durust bo'lamdi. Muayyan bir musulmonga uning kofir ekanligini ko'rsatadigan ochiq dalil bo'lmasa, kofir, mushrik, munofiq deb hukm qilish durust bo'lmaydi. Uning ichki sirini Alloh taologa qo'yib qo'yishimiz lozim. Ka'badan boshqa yerni tavob qilish durust bo'lamdi. Yer yuzida Ka'ba sherifdan boshqa tavob qilishga bo'ladigan o'rin yo'q. Har qanday ulug' joyni Ka'baga o'xshatishga bo'lmaydi. Kimki Ka'badan boshqa yerni ulug'lab tavob qilsa, Allohga osiylik qilgan bo'ladi. Qalb amallaridan tanlanmalar. Jism harakat bosqichiga o'tishdan burun qalbda bir qancha ahvollar ko'rildi. Birinchi fikr, muddao. Bu qalbda paydo bo'ladigan dastlabki fikrdir. Ikkinchi ko'z qarash. Bu qalbda mustahkam bo'ladi. Uchinchi ko'ngilda ikkilanish. Ishni qilish yoki qilmaslikqa ikkilanib qilishdir. To'rtinchi niyat qilish. Bir ishni qilishga bel bog'lash. Beshinchi qaror qilish. Bu ishni qilishga chin maqsad bilan keskin iroda qilishdir. Avvalgi 3 turlik ishda yaxshilikni maqsad qilsa, ajr bo'lmaydi. Yomonlikni maqsad qilsa, gunoh bo'lmaydi. Niyat qilish bilan yaxshilikni maqsad qilsa, bir yaxshilik yozildi. Yomonlikni maqsad qilsa, gunoh yozilmaydi. Niyat, yaxshilik maqsad qilingan holda keskin qarorga o'zgarsa, ajr yozildi. Yomonlikni maqsad qilib, uni qilmasimi, gunohkor bo'ladi. Chunki qilayotgan ishni iroda qilish bilan ro'yxatga chiqqan ishning hukmi bekitildi. Alloh taolo mundaq degan: Mo'minlar ustida yomon so'zlarning tarilishini yoqtiradigan odamlar shubhasizki dunyo va oxiratda qattiq azob qo'yib qoladi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Agar ikki musulmonning qilichi uchrashsa, o'ltirguchi va o'lguchi do'zaxda. Men Allohning payg'ambari, o'ltirguchi-ku shundoq, o'lguchi nimishqa do'zaxqa dedim. Payg'ambar alayhissalom chunki o'lguchimi qarshi o'ltirishga qiziqqan edi, dedi. Imom Buxoriy rivoyati. Qalbga doir amallarning ba'zilari. Niyat qilish. Bu bir ishni maqsad va iroda qilish demakdir. Maqsadsiz qilingan amal durust bo'lmaydi va qabul qilinmaydi.
Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: haqiqatan barliq amallarning to'g'ri xatoligi niyatga bog'liq. Shundaqla har qanday kishi o'zi niyat qilgan narsaga erishidi. İbn Mubarak mundaq deydi: ba'zi kichik amallarning ajrini niyat ko'paytib etadi. Ba'zi cho'ng amallarning ajrini niyat kichikiltib etadi. Fuzayl ibn Iyas mundaq deydi: Allah sizning niyat maqsadingizni xohlaydi. Amal Allah uchun bo'lganda bu ixlos deyildi va bu amalda Allah'dan boshqaning haqqi bo'lmaydi. Agar amal Allah'ning g'ayri uchun bo'lganda riyo yoki nifoq yoki boshqacha atildi. Tavba qilish inson tabiatida gunohga tushib qilish bo'lganlikdan doim tavba qilish vojib bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: odam avlodlarining hammasi xatolik o'tkazguchidir. Xatolik o'tkazguchilarning eng yaxshisi tavba qilguvchilardir. Tirmiziy rivoyati. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: sizlar gunoh qilib, uningdan keyin kechirim talab qilib, istig'for aytib turmasanglar, Alloh sizlarni dunyodan yo'q qilib etib, boshqa bir qavmini keltiradi. Ular gunoh qilgandan keyin Allohdan kechirim talab qilib, istig'for aytadi. Alloh ularni kechirim qiladi. Muslim rivoyati. Tavbadan kechiktirib gunohni davomlashtirish xatolikdir. Shayton insonni 7 turli halokatlik ishga duchor qilib, natijaga erishishni maqsad qiladi. Birida maqsadiga yetolmasa, yana biriga yetkazadi. Bu 7 turli ish tuvandikidan iborat. Birinchi, shirik va kufrning halokati. Ikkinchi, buni qilolmasa, e'tiqodga bidat paydo qilib, payg'ambar alayhissalom va sahobalarga aytishni tark etish gundaydi. Uchinchi, buni qilolmasa, cho'ng gunohlarni qilish gundaydi. To'rtinchi, buni qilolmasa, kichik gunohlarni qilish gundaydi. Beshinchi, buni qilolmasa, mubah ishlarni ko'p qilish gundaydi. Oltinchi, buni qilolmasa, savobi katta bo'lgan fazilatlik amallarni qilishning o'rniga uningdan tuvarak amallarni qilish gundaydi. Yettinchi, buni qilolmasa, o'zining inson va jindan bo'lgan yordamchilarini ega qilib qo'yadi. Tavbaning qabul bo'lishidagi shartlar: birinchi, gunoh masiyatdan qo'l yig'ish. Ikkinchi, gunohiga pushaymon qilish. Uchinchi, shu gunohni qayta qilmaslikqa bel bog'lash. Agar gunoh bandaning haqqiga aloqador bo'lsa, haq egasining haqqini ado qilishdir. Kishilar tavbada 4 turlik bo'ladi. Birinchi, hayotining oxirigacha tavba qilishga davom qilib, insonlardan odatda sodir bo'lib turadigan ma'lum xatoliklardan boshqa ko'nglida qayta gunoh qilish istiki qo'zg'almaydiganlardir. Mana bundaqlar tavbada istiqomat qiluvchilardir, ya'ni tavbaga davom qiluvchilardir. Bu turdagi kishilar yaxshi ishlarga oldiraydi. Bu samimiy tavba deb ataladi. Bu orom topquchi ruhdir. Ikkinchi, tavba qilib asosliq taat ibodatlarda mustahkam bo'lsa-mu, beparvolik bilan ba'zi xatoliklarni sodir qiladigan. Har bir xatolik sodir qilganda o'z nafsiga salomat qilib, qilgan ishiga pushaymon qilib, xatolikqa sabab bo'lgan ishlardan saqlanishga tirishgan kishilar bo'lib, bular o'z nafsiga malomat qilguvchilar deyildi. Uchinchi, tavba qilib ma'lum muddatdan keyin shahvati g'olib kelib, ba'zi gunohlarni qiladigan, shundaqdimi taat ibodatlarni davomlashtiradigan, umumiy gunohlarni tark qilsa-mu, ba'zi gunohlarni ishlab keyin qilganiga pushaymon qilib tavba qiladigan kishilar. Bu mas'uliyatchan nafs bo'lsa-mu, lekin tavbani kechirganligi sababidan oqibati xatarlik, balki tavba qilishdan burun o'lib ketishi mumkin. Haqiqatda amallar tuganchisiga bog'liq. To'rtinchi, tavba qilib ma'lum muddatdan keyin yana gunohga cho'mib ketadigan, qalbida buningga tavba qilish istiki qo'zg'ay olmaydigan, ishlagan gunohiga afsuslanmaydiganlardir. Bu yomonlikqa buyurg'uchi nafs bo'lib, buning tuganchisining halokatlik bo'lib qilishidan hazar qilish kerak. Samimiyat va rostchilik bu qalb amallarining hammasining asli mohiyati bo'lib, samimiyat, rostchilik degan so'z 6 turlik ma'noda iste'mol qilindi. Birinchi, so'zda samimiy, rostchil bo'lish. Ikkinchi, ixlos, maqsad, irodada samimiy, rostchil bo'lish.
Üçüncü, qarar qilishda samimiy, rostchil bo'lish. To'rtinchi, qilgan qaroriga vafo qilishda samimiy, rostchil bo'lish. Beshinchi, qilgan amallarining sirtqi ko'rinishining qalbga muvofiq bo'lishida samimiy, rostchil bo'lish. Namozni xushu bilan o'qiganga o'xshash. Oltinchi, dinning oliy yo'l yo'riqlarini ro'yobga chiqarishda samimiy, rostchil bo'lish. Bu samimiyatning eng oliy va kattasidir. Xuddi qo'rqish, umid qilish, ulug'lash, dunyoga berilmaslik, rozi bo'lish, tavakkul qilish va yaxshi ko'rish qatorliq qalb amallarining hammasida samimiy, rostchil bo'lganga o'xshash. Yuqorida bayon qilingan barliq sifatlar bilan sifatlangan kishilar samimiyatning eng yuqori chekiga yetgan bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: haqiqatan rostchillik yaxshilikqa boshlaydi. Yaxshilik jannatga boshlaydi. Bir odam haqiqiy rostchil bo'lsa, u Allohning nazarida rostchil banda deb bitiladi. Yolg'onchilik bo'lsa, gunohga boshlaydi. Gunoh do'zaxga boshlaydi. Bir odam yolg'onchilik qilaversa, u oxiri Allohning oldida yolg'onchi deb bitiladi. Buxoriy va Muslim rivoyati. Haqni ochiq bilolmagan kishi o'z nafsiga ergashmasdan Allohdan haqni talab qilishda rostchil bo'lsa, to'la vaqtlarda Alloh u kishini haqqa muvaffaq qiladi. Agar u haqqa yetolmasa, Alloh uning o'zrisini qabul qiladi. Chunki u haqiqatga yetish uchun tirishdi. Rostchilikning aksi yolg'onchilikdir. Yolg'onchilik avval nafsida muqimlashadi. Ondan keyin tiliga joriy bo'lib, tilini buzadi. Uningdan keyin a'zolarga tarqalib, tilning rost so'zlashini buzgandek, uning amallarini buzadi. Natijada yolg'onchilik so'zida, amallarida va barliq ahvolida umumlashadi. Shuning bilan u insonning hayotini yolg'onchilik va nachar qilmishlar qoplaydi. Yaxshi ko'rish. Inson Allohni, uning payg'ambarlarini va mo'minlarni yaxshi ko'rish orqali iymonning alovatini tetiydi. Payg'ambar alayhissalom bu haqda mundaq deydi: kimdiki tuvandagi 3 turlik xislat tepiladigan, u kishi iymonning alovatini tetiydi. Alloh va uning rasulini koinotdagi barliq narsalardan bakroq yaxshi ko'rish. Birovni yaxshi ko'rsa, faqat Alloh uchunla yaxshi ko'rish. Iymon etgandan keyin kufrga qaytishini, o'tga tashlanishini o'sh ko'rgandek yomon ko'rish. Buxoriy va Muslim rivoyati. İnson qalbiga muhabbat ko'chati tikilib, ixlos suyi bilan sug'urilib, payg'ambar alayhissalomga aysh bilan parvish qilinsa, bu ko'chat Allohning izni bilan har vaqt turli mevlarni beradi. Bu sevgi tuvandagidek 4 turli ish bilan natijalandi. Birinchi, Janobi Allohni yaxshi ko'rish. U iymonning asosidir. Ikkinchi, muhabbat va nafrati Alloh uchun bo'lish. Bu farzdir. Üçüncü, Allah'ni yaxshi ko'rishdan iborat farz sanıldigan muhabbatga Allohning g'ayrini sherik qilib bilishdir. Bu xuddi mushriklar o'zlarining ilohlarini nihoyatda yaxshi ko'rganga o'xshash. Bu sherikning tub negizidir. To'rtinchi, tabiiy yaxshi ko'rish. Ota-onalarni yaxshi ko'rish, avlodlarni va yemak-ichmakni yaxshi ko'rish qatorlar bo'lib, bu durust bo'lgan yaxshi ko'rishdir. Allohning seni yaxshi ko'rishini xohlasang, dunyoga berilmagin. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: dunyoga berilmasang, Alloh seni yaxshi ko'radi. Tavakkul. Qalbni Allohga topshirib, hojatini hosil qilish, yoqtirmaydigan ishdan saqlanishda Allohga ishonch qilish bilan birga yo'lga qo'yilgan sabablar orqali Allohga tayinishdir. Allohga tavakkul qilmaslik aqidadagi kasallikdir. Sabablarni qilmaslik ojizlik va aqlsizlikdir. Sabab amaldan burun bo'ladi. Bu ishonchning mevasi bo'lib, 3 turga ayrildi. Birinchi, vojib bo'lgani. Allohdan g'ayri qodir bo'lmaydigan ishlarda Allohga tavakkul qilish, kasalga shifolik talab qilganga o'xshash. Ikkinchi, harom bo'lgani. Bu 2 turli bo'ladi. Birinchi, cho'ng sherik. Hamma ishda sababga tayinib, manfaatga erishish va ziyondan saqlanishda sababli ta'sir ko'rsatadigan deb qarash. Ikkinchi, kichik sherik
rizq talab qilishda bir shaxsga tayinish u kishini rizqqa ta'sir ko'rsatolmaydi deb e'tiqod qilishsimi, lekin buni rizq talab qilishning sababi deb qaraganning sirtida shuni eslab qilishdir. Uchinchi, durust bo'lgani. Kimki ilm setimda o'xshash inson bejaralaydigan ishlarda bir kishini o'z uchun vakil qilib, uninga tayingandek, lekin u kishi Allohga tavakkul qildim, undan keyin sana tavakkul qildim demasdan seni vakil qildim desa to'g'ri bo'ladi. Shukr aytish. İlahi ne'matlarning asri oshkora bo'lganda badanining qalbida iymon, tilida maqtash, a'zolarida ibodatning asarlari namoyanda bo'lishi muqarrardir. Shukr aytish qalb bilan til va a'zolar bilan bo'ladi. Allohning ne'matlarini taat ibodat uchun iste'mol qilish shukrning haqiqiy mohiyatidir. Sabrchanlik. Barliq dard alamlarni Allohning xayriga shikoyat qilmasdan, shikoyatni yegona Allohga qilishdir. Alloh taolo mundaq deydi: "Faqat sabr qilguvchilarga ularning ajri hisobsiz berildi." Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: "Kimki sabrchan bo'ladi ekan, Alloh u kishiga sabr ato qiladi." Hech bir kishiga sabrchanlikdanmi buyuk va yaxshiroq bo'lgan bir ne'mat berilmadi. Rozimanlik, oz narsaga qanoat qilish va uning bilan kifoya qilishdir. Ish harakat hosil bo'lgandan keyin rozilik bo'ladi. Allohning o'rinlashtirishiga rozi bo'lish Allohga yaqin bo'luvchilarning darajasining oliysi bo'lib, bu Allohga bo'lgan muhabbat va tavakkulning natijasidir. Allohdan yoqtirmaydigan narsalarni yo'q qilib etishni talab qilish Allohning o'rinlashtirishiga rozi bo'lishga zid kelmaydi. Umidvorlik. Bu Allohning cheksiz rahmatidan umidvor bo'lish bo'lib, buning aksi umidsizlikdir. Umidvorlik tuyg'usi bilan qilingan amallarning darajasi qo'rqish tuyg'usida qilingan amallardan yuqori bo'ladi. Chunki u Allohga yaxshi gumonni, ishonchisini qoldiradi. Alloh taolo mundaq deydi: "Men bandamning menga bo'lgan gumoni, ishonchisida bo'laman." Muslim rivoyati, hadis qudsi. Umid qilish ikki turli bo'lib, yuqori o'lcham taat ibodat qilish orqali Allohdan savob umid qilish. Oysha raziyallohu anhu mundaq deydi: "Ya Rasululloh, Alloh taolo sadaqa berilgan, ammo Parvardigorning dargohiga hisob berish uchun qaytib bordiganligi dillari qo'rqib turadigan kishilar" dedi. O'g'irlik qiladigan, zina qiladigan, aroq ichadigan kishilar Allohdan qo'rqadigan kishilarmi deb so'radi. Payg'ambar alayhisalom mundaq dedi: "Ey Siddiqning qizi, undaq emas. Oyatda so'zlanganlar namoz o'qiydigan, ro'za tutadigan, sadaqa qiladigan kishilar. Ular amallarining qabul qilinmasligidan ansiraydi. Ana shular yaxshi ishlarni qilishga oldirg'uchilardir." Tuvan o'lcham. Gunoh, masiyatdan tavba qilguvchi Allohning mag'firatini umid qiladi. Ammo tavba qilmasdan gunohni davomlashtirib, Allohning rahmatidan umidvor bo'lish umid emas, xam xiyoldan boshqa narsa emasdir. Birinchisi maqtalg'uchi bo'lib, keyingisi ayblandi. Mo'min qo'rqish bilan xayr, ihsonni birga olib boradi. Munofiq quruq ishonch bilan askilikni birga qiladi. Tahorat va uningga doir hukmlardan tanlanmalar. Hojatxonaga kirish va chiqish. Hojatxonaga kirmoqchi bo'lgan kishining bismillah, Allohga sig'inib paskinchilikdan va jin shaytonlardan panoh tilayman deyishi. Hojatxonadan chiqqanda ey Alloh, mag'firatingni tilayman deyishi. Kirganda sol putini oldida elishi, chiqqanda o'ng putini oldida elishi mustahabdir. Tahorat elish. Tahoratning farzlari 6 bo'lib, birinchi yuzni yuyish, uning doirasiga og'iz, burunga suv elishmi kiradi. Ikkinchi, ikki qo'lni barmoqlarning uchlari va jaynak bilan qo'shib yuyish. Uchinchi, boshning hammasiga ikki quloq bilan qo'shib masih qilish. To'rtinchi, ikki putni o'shuq bilan qo'shib yuyish. Beshinchi, tahoratni yuqorida tilga ilingan tartib bo'yicha elish. Oltinchi, orqa-orqadan yuyish, ya'ni biror a'zosini yuyishni oldingi a'zolar qurib bo'lguncha kechiktirmaslik. Oyoq kiyimi va paypoq qatorliqlarga masih qilish. Terdan yoki shuningdek narsadan tikilgan oyoq kiyimdir. Agar yung va shuningdek narsalardan to'qilgan oyoq kiyimi bo'lsa, paypoq deyildi. O'shuqni
yapıdığan ayak kiyimi yoki paypoq qatorlarga masih qilish faqat kichik tahorat olgandala joiz bo'ladi. Oyoq kiyimi va paypoq qatorlarga masih qilishning shartlari. Birinchi, oyoq kiyimi va paypoq qatorlarning komil tahorat ustiga kiyilgan, ya'ni har ikkili putni yuyib bo'lgandan keyin kiygan bo'lishi. Ikkinchi, uning tahorati suv bilan olgan tahorat bo'lish. Uchinchi, oyoq kiyimi va paypoq yuyish farz bo'lgan joyni topgan bo'lishi. To'rtinchi, oyoq kiyimi va paypoq qatorlarning qo'llanish joiz bo'lgan narsalardan tikilgan bo'lishi. Beshinchi, oyoq kiyimi va paypoq qatorlarning pok bo'lishi. Oyoq kiyimi va paypoq qatorlar masih qilinadigan maqdar eng ko'p bo'lganda put barmoqlari ustidan pochaqacha bo'ladi. Masih qo'lning barmoqlari bilan arash tutgan holatda bo'ladi. G'uslning farzlari. Poklanish niyati bilan badanning ham yerini, og'iz va burun ichini yuyish kifoya qiladi. Komil g'usl qilish uchun tuvandagidek 9 turlik ishga amal qilish mustahabdir. Birinchi, g'usl qilishni niyat qiladi, ya'ni ko'ngliga pukidi. Ikkinchi, bismillah deydi. Uchinchi, qo'lini suv qatishiga tiqishdan burun 3 qatim yuyidi. To'rtinchi, jinsiy a'zosi va uningga yo'qib qolgan maynat narsalarni yuyidi. Beshinchi, tahorat oladi. Oltinchi, beshiga 3 o'chum suv to'kidi. Yettinchi, badaniga suv to'kidi. 8. Badanni qo'l bilan uvlab yuyidi. 9. o'ng tarafidan boshlab yuyidi. Tahorat elishga tegishli odamga 1. Qur'onni tutish, 2. namoz o'qish, 3. Ka'bani tavob qilish qatorliqlar man'iy qilindi. Kitob o'qish munbari avlodlar to'rbeti hozirladi. Suyimli do'stlarim, keyingi sonda kitobning 120-betidagi mazmunlardan qiz xonimlarga doir masalalar o'qildi. Diqqat berganinglarga rahmat. Allohga omonat.